Toshkent City'ning ro'parasidagi orqamda turgan domlan 5 xonali 160 kvadratli uyni ko'rishdan oldin uyingizni yonida nimalar joylashganiga bir e'tibor bering. Magic City xalqlar do'stligi san'at saroyi va domeladan tushishinglar bilan mana shunaqa metro joylashgan o'rtoqlar bunaqa zo'r sharoitni yana qayerdan topasizlar? Endi uy ichini ko'ramiz. O'rtoqlar kirishinglardan ko'ryapsizlar qanaqa katta prixoshkasi, kirishinglardan o'ng tomonda mana shunaqa katta konsol. O'z aslida bu yerda ikkita xona bo'lgan, bular hozir birlashtirib yuborilgan varianti. Burchak tomonimizda kladovkasi ham bor. Buni kelganinglarda o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasizlar. Bu yoq tomonimiz yana bitta xonasi plus kuxnyasi. E'tibor beringlar. Kuxnya ham hozirgi kundagi zamonaviy holatda qilingan. Bu yoq tomonimizda manzara mana shunaqa idealni ko'rinib turadi. Oynadan ko'rinish tomonini ham bitta ko'ringlar, qaranglar. Shahar qanaqa chiroyli ko'rinadi. Hayotkincha bu yerda ham bitta kladovkasi bor. Chiqishinglardan o'ng tomonda sanuzelimiz. Ko'rdinglar, podyezddan kirishdan hammasini ko'rdinglar. Endi bu yoq tomonga o'tamiz. Prixoshkadan to'g'ri kirib kelishinglar bilan spalnya xonaga kirib kelasizlar, o'rtoqlar ko'rishinglar mumkin. Bu uyga faqat kiyim-kechaklar bilan kirib yashasanglar bo'ldi. Bu yoq tomonimizda sanuzelimiz bor. Yana chiqishinglarda bu 4-xonasi bor, o'rtoqlar. Manzarani bitta ko'rsating, qarang qanaqa chiroyli manzara, shahar kaftdek ko'rinib turadi, o'rtoqlar. Asosiy uy joyida birinchi o'rinda joyi turadi. Bu yoq tomonimizda yana bitta xonasi, ya'ni oxirgi 5-xonasi bo'ladi. Ko'ryapsizlar, o'rtoqlar, hamma xonalari alohida. 160 kvadrat, bu hazilakam kvadrat emas-da. Mana bu yerda ham bitta sanuzelimiz. Bu ko'rgan uylar 5 xonali 9 qavatli domni 9-qavatida o'rtoqlar tayyor remont, mebel texnikalar bilan faqat kirib yashasanglar bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsa 172 ming dollar so'raymiz. Ozroqana kelishtirib baraka qilinadigan joy bor. Yaxshi tomoni mashina qo'yishinglar uchun parkovkasi ham bor. O'rtoqlar mana shunaqa zo'r uy joylarni yo'qotib qo'ymaslik uchun Uy-joy City'ga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Uy-joy City bilan oson va qulay.